Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi kuningiz ham muborak bo'lsin, barchamizga muborak bo'lsin. Mana guruhimiz a'zolari sekin-sekin mana to'planyapmiz. Hozir aytishlaricha, o'sha maruznoxonani tepada ancha guruhimiz a'zolari turishibdi ekan. Hozir kelishadi, ko'rishamiz. Ungacha mana bular bilan tanib ko'rishib turaylik mana. To'lqinjon, Shukurullo aka, mana Dalimjon, mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Shukurullo aka, qanaqa sezyapsiz o'zingizni? Men juda yaxshi sezyapman o'zimni. Kecha bir nima bilan men kecha kelolmay qoldim. Bir kun kelolmasam dari bilintiradi. Dari bilindi, ha. Dari bilintiradi. Har kuni kelib nima shug'ullanib yursangiz, juda ham bir chiroyli o'zingizni his qilasiz. Albatta, albatta. Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Qani endi hamma chiqsa, hammaga ilinamiz. Ilinamiz hammaga. Toza havo, tanga davo deydi-yu. Ha, Shukurullo aka. Nima deydi? Shu yoshga kirib, mana bel og'rig'i yo'q, oyoq og'rig'i yo'q, undan tashqari boshqa kasalliklar yo'q. Hammasi mana shu jismoniy tarbiyani orqasidan Albatta. hamma kasalliklar boshqalar Albatta. etiladi. Yo'q bo'ladi hammasi. Albatta, albatta. Sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum, mana hoji ham kelyaptilar. Assalomu alaykum. Alloh kuch quvvat bersin aka, salomat, yaxshi yursinmi? Sizmisiz? Salomat. Qalaysilar, Sachinbek? Shukr. Bundan muborak antoyim Alloh yurtimizga, elimizga, xonadonlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik. Allohu akbar. Tuzimizlar, omonmisizlar? Rahmat, tuzimiz Rahmat. Ijodlar bilan. Mana sekin-sekin mana guruhimiz a'zolari yana kelishyapti mana. Liklikka Ravshanbek, Odiljon, Abdupatto, Ne'matullo Rasuljon. Mana Rasuljon ekan. Juda ham kecha juda ko'pchilik ko'rishdi, masalan juda chiroyli gaplar bo'ldi. Hammani rahmat aytishyapti. Alaykum assalom. Asabiyat yuvamizmi? Yuvamiz. Va alaykum assalom. Sizlar sog'liksiz, salomat. Alaykum assalom, salomat sizlar. Mana hozirgi paytlarda Umar Robbanziyning muborak Alloh akbar. Juda ham bir ajoyib davrda turibmiz-da, Fayzjon aka. Amin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, kim 40 yoshgacha ilm, ma'rifat, kasb kamolot o'rgansa, 40 yoshdan keyingi hayoti ustozlikda o'tadi. 40 yoshdan keyingi hayoti ilm o'qiganligi uchun kasb kamolotni o'rganib, o'sha kasbi bilan xalqqa xizmat qilgan bo'lsa, diniga xizmat qilgan bo'lsa, u odam ma'rifatlik bo'ladi. Banda 50 yoshga kirganda Xudoning vakili bo'ladi. Allohning vakiliga aylanadi. 50 yoshga kirgan har qanday odamni salohiyati, so'zini salobati, o'zini yurish turishi, oila, jamiyat oldida mutlaq boshqa inson bo'ladi. Ya'ni 50 yosh bu Xudoning vakili, oddiy odamlarning vakili emas. Manandan ma'lum bo'ladiki, 50 ga kirgan odam nihoyatda o'zini, ya'ni kitob o'qib, ma'rifat hosil qilib, 4 ta odamning ichiga kirganda shularni bir isloh qiladigan darajadagi qobiliyat bandada 50 yoshda shakllanir ekan-u, ammo ko'p odam buni g'aflatda qolib, 50 ga kirsa ham gunoh ma'siyatlar bilan, fitna fasodlar bilan, yolg'on yashiqlar bilan ovora bo'lib qolar ekan. 60 ga kirsa Alloh taolo mag'rib bilan mashriq orasicha tavba eshigini ochib qo'yar ekan, bandam tavba qilib olgin, oldingi gunohlaringni kechiraman. 60 ga kirgandan keyin bandaga shunaqangi katta imkoniyat berilar ekan. 70 ga kirgan bandani Alloh taolo farishtalar bilan do'st qilib qo'yar ekan, farishta yuzli qilib qo'yar ekan. Ya'ni har bir o'rinlarda bu odamda latiflik, yumshoqlik, duogo'ylik, farzandlarga, oilaga mehribonlik, ya'ni o'sha 70 ga kirgan odam birovga ozor berishdan qo'rqish kerakki, u odamni topib kechirim so'raguncha umri bormi, yo'qmi? Demak, latif Alloh taoloning bitta sifati. Shu 70 yoshga kirganlar shunday latiflik sifatlariga ega bo'lar ekan. 80, 90, 100 yoshlarga borganda darvesh bo'lib qolar ekan. Xudo bilan bu yoshga yetgan bandaning o'rtasida parda bo'lmas ekan.
nima duo qilsa alloh taolo uni duolarini ijobat qilar ekan. Shuning uchun aytadilarki, al barakatu ma'al kaboir, sizlarni barakotlaring sizlarni kattalaring bilan, mo'ysafidlaring bilan. Mana bu soqoldagi oqlik, sochdagi oqlik Allohning nuri ekan. Shuning uchun mana shunday maqomlarda Alloh taolo bizlarga bizlardan keyingilarga ham, bizlardan oldingilarga berdi. Bugun bizlarga berib turibdi. Bizdan keyingi avlodlarimizga ham latiflik, kasbi kamolotlik, ma'rifatlik, haqiqiy Allohning vakili bo'lgan muttaqin bandalardan bo'lishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Amin. Duo qilamiz Parvardigor, jannat makon yurtimizni tinch osoyishta qilgin. Xalqimiz hayotiga farovonlik bergin. Bomdod namozini o'qib jamlanib turibmiz. Azonda namozdan keyin bir yigit menga telefon qilib, "Jon domla duo qiling. 7 yil bo'ldi farzand ko'rganim yo'q" deyapti. Yig'layapti. Alloh taolo farzand talab bo'lgan bandalaringga solih va soliha zurriyotlar bergin. Xonadonda, shifoxonalarda shifo so'rab yotgan bandalaring dardiga shifo bergin. Mushkuli bor bandalarni mushkullarini oson qilgin. El yurtimizdagi bu tinchlikni hamisha barqaror qilgin. Bizlar mana shunday bir go'zal mashqlar bilan vujudimizni sog'lomlashtirib yurishlikda hammamizga kuch-quvvat bergin. Alloh aka, sizga ham rahmat, o'chirib qo'ymang. Mana shu guruhda mana bu efirlarga olib, o'zingiz haligi qalbingizda shu jurnalistik haligi qobiliyatingizni mana namoyish qilib yuribsiz. Bundan ham ziyoda mana shunday go'zal tasvirlarni olib yuravering. Mana juda ham mana kecha ham bugun ham ma'naviy oziq olyapmiz. O'ylaymizki, bundan buyon ham mana shu go'zal chiroyli gaplaringiz bilan bizni hammamizni dilimizni xushnud etasiz inshaalloh. Sog' bo'ling. Sizni bizga Xudo berdi. Sog' bo'linglar azizlar.